Bizlar baloga olib chiqib oldik. Xudo barakasini bersin, yomon emas. Laikda bangillatib turasizlar. To'lab qizlarga qaranglar. O, laylaylarga qaranglar. Maza qilasizlar. Sekecha yurishamiz ha. Xullas do'stlar, hozir ikkinchi arikda keldim. Bu botqoq hech nima emas. Mana belimizgacha botib qolay deb keldik. Shunaqa suvlarning ichidan keldim. Endi bu yoq video qilish iloji bo'lmadi. Xullas juda ham qiynaldim. Qaytib baloga borganda devordim-da, lekin keldim, tortyapti. Nasib. Bizda u tomondan bo'lmasa, bu tomondan natijani ko'rsatish maqsadimiz. Mehnatimiz, xizmatimiz. Video uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Ovchilardan bittasi tutdi mana, xudo xolasa. Birinchisi chiqdi. Sazan mana. Qulluq olsun, voy joning sog' bo'lsin. Yarim kilodan og'ir ha? Barakasini beraversin. Sizga ham nasib qilsin kattaroq. Yo'q. Biznikini ham portkisi bor. Xudo nasib qilsa olamiz inshaalloh. Atrofida o'ynayapti. Orada просто ko'rib qo'yadi ularimiz, ha? Ha? Dinganni ham uzatdilar. Turib, hozirga 50 metr oldi. Aha, ben sirklanib qildim, dedilar. Ha? Ya qulluq olsun. Yo'q, urasda. Urun elini bo'ldi ham, shilib ururunchi. Urun. Uruvering, ey. Urushilayapti. Yo'q, urushilayapti. Har kim urushilayapti. Vaqtida olmayapti. Jimmi? Jim shayga chiqdi endi bu. O'zi yeyapti, urushilayapti. Yomg'ir ham boshlandi. O'tib ketishgilar. Televizyonda turibdi, o'sha yomg'ir xolos. O'ylab ketdi. O'yda. O'ychoq. Voy joning sog' bo'lsin. Nimadir bor. O'zim tutgandek bo'laman-da men bittami? Yarim kilodan og'ir o'rtoqlar mana kelishini qarang. Voy mashalloh, tabarakalloh. Katta. O'xshab keldi. Voy joning sog' bo'lsin. Mana suvga bitta pishiverib, hunib ko'rinyapti. Mayli. Barakasini bersin. Kesin üstüyemiz oran koyalım. Voy. Mana Soğuyalım olmaz. gap yo'q. Omad tabii ham, shuncha kutib mana nasibda. Ikkinchisi ham chiqdi mana ovchilarga. Farhod aka bormi? Yo'q. Vallahi yo'q. Xudo nasib qilsa boradi o'sma. Torting inshaalloh, xudo xolasa bor. Voy, bor ekan ha? Bor ekan Farhod aka. Mashalloh, kattaroq ekan. Voy, kattaroq ekan. Yugurtirib yuryapti, qanaqa? Tushaveramiz suvga do'stim. Biladi. Mana keldi mana. Tasab qilgan ekan. Hadi nasibda bo'lar, kirdiga chiqdi. Suki chiroyli ekan rang ro'ylari. Voy. Mana. Gap yo'q. Mana yetib keldi do'stim baliqlar ham. Normal, standartdagi ham baliq bo'ydi hozir. Kattasi ham chiqyapti, turkulari deb eshitdik, nasib qilsa xudo xolasa olamiz. Boraman. O'rtoqlar, qalay natija? Kim oldi? Bormi? Xudo xolasa mana. Yangi natijalar. Yo'q ekan, voy. Baliq bor deb yugurib ketdim. Ketdi u hozir. Yo'q ekan, ha? Bor ekan do'stim. Qulluq olsun. Chiqdimi? Chiqdi, vahima qilmang, yo'q, chiqayotgan yo'q. Kelyapti mana. Kelyapti o'rtoqlar, sazanchik. Gap so'z yo'q. Ehtiyot bo'ling. Bir xil standart. Bemalol.
iste'molga yaroqlar. Kommentariyada qo'yib yuboringlar, kichkina ekan deyishadi. Telefonda kichkina ko'rinadi, yarim kilodan oshiq. Endi shunaqasi chiqyapti-da, kattasi chiqmayapti. Agar kattasidan 2 kilo 3 kilodan chiqib qolsa qo'yib yuborishadi. Endi lekin menga chiqqani yo'q. Men videoga olishni ovoraman hozir. Nasib qilsa bizga ham chiqib qolar-ey, o'rtoqlar. Ichimdagi xudo, men quruq ketmay shuncha odamga baliq chiqyapti. Nega menga chiqmaydi? Endi tortdi, endi qani bo'lsa bu. Shuncha yermak qilib qo'ygan ekan shekilli. Qani. Xudo nasib qilma yengil. Uzoq qotgan ekan mana. Tortiga ne Farod aka? Valloh menga ham bor ekan, xudo xolasa. Quruq ketmas ekanman. Kichkinaroq ekan sizlardan. Nasibda. Nasib degani bular, doyatgani bular. Mashingilashib qoldi tomoniga. To'g'ri. Do'stlar, mana balig'imiz. Suvni o'rtasiga tushib o'zim olib ketyapman. Ilashib qolgan ekan. Shuna qilib tutyapmiz-da. Ha, xudo xolasa. Mana, o'rtoqlar, bizlar baliqni olib chiqib oldik. Xudo barakasini bersin, yomon emas. Bular ikkita bangillatib turasizlar. Bormi xudo xolasa? Yo'q, endi bilamizda bu. Biling bor bo'lsin. Bor. Asa bor. Baliq ham bor ekan. Tortoringchi, qani. Natijalar xudo xolasa bugun bomba bo'ladi. O'rtoqlar. Qani. Xudo xolasa ovdi yakunida yana bitta akamizga chiqib qoldi. Bor ekanmi? Gap yo'q. Ovdi yakunida ham ko'p emas, hammamizga 2 tadan, 3 tadan chiqyapti. Uni qoplab tutganimiz yo'q. Lekin ancha mehnat qildik. Mana bu mehnatga endi o'zlaring fikr beraverasizlar. Farod akamniki ham pochim ochildi. Gapsiz. Nega bo'lsa ham endi. Barakasini bersin. Birinchisi sizga. Mana. Do'stlar, asosan standart chiqyapti hammaga. Gap yo'q. Do'stlar, ovdi yakunida Farod akamga ham chirilishdan chiqdi. Standart hammaga bir xil chiqyapti. Yo'ning sog'liq. Ko'p tutganimiz yo'q. 2 3 tadan bo'lyapti. Barakasini bersin. Buni ham farqlayapti aka. Qarang bizga.